Arzibek sahnaga 1200 kilometr yurib keldim. Nичего себе? Skverda shuncha aylandingiz, men uzoqdan keldingizmi? Arzibek, qanisiz? Keling gaplashamiz siz bilan. Assalomu alaykum. Xo'sh, necha yoshsiz? 26. 26 yoshsiz. Nima ish qilasiz? Строительный sfera. Qurilishda ishlaysiz. Aha. Qayerdan keldingiz 1200 kilometr? Nukusdan? Nukusdan 1200. Nimada keldingiz? Poyezdda. Poyezdda. Qancha yurib keldingiz? Где-то 17 soat. Nechinchi soatdan keyin sanamay qo'ydingiz? 4 soatdan keyin. 4 soatdan keyin. Endi rostdan boradi-yu. Okey, Toshkentga nima maqsadda keldingiz? Sahna stand-up ko'rik deb sizda живой. Живой. Zo'r. Oy qanaqa o'tdi sizda? Basi yaxshi o'tdi, keyin yomon bo'lib ketdi o. Siz aybingiz yo'qmi? Yo'q. Yaxshi ketayotdi, bitish qilib qo'ydim. Shundan beri men Toshkentda bekin yuraman-da, bir shakarchi. Boshi yaxshi boshlandi. Yaxshi boshlanganda nimalar bo'ldi? Ne deydi? Взрослый mujikning bir armoni bo'ladi-ku, bir o'zimga bir собственный PlayStation alayın deb, ne? PlayStation aldım-da. Сөйтіп, Jo'rang to'y ishib qoldi, satib jibirdim сөйтіп qaytdan. Xo'p, yana nima yomonliklar bo'ldi ketma-ket? Sol to'y. To'y? To'y bo'ldi. Endi Jo'ramni ne deydi, bir jo'g'altganday bo'lasan qo'y, endi Jo'rang uylendi. Begis Jo'ra yaxshi baxtli bo'l deb qo'ying dedi. Baxtli bo'lsin. Endi Jo'ra yo'q. O'z uylanganmisiz? Yo'q, uylanmadim hali. Nechta qoldinglar uylanmaganlar? Krukdami? Yo'q, Nukusda. Конечно, Krukda. Kruk, на самом деле узкий kruк, 4 bola, 5 bolaning hozir 2 qoldi-ku, 3 uylendi уже. Ikkita qoldinglar. Ikkita odam bilan kontrga borib bo'lmaydi. Sizlar boshidan chista kontr uchun o'rtoq bo'lganmisiz? Конечно. Сборныйda. Сборный. Va, necha yoshda uylandi u? 26 yosh, 25 yoshida uylendi u, 2000-yil. Xalaqit qilmadinglarmi ha? Qo'limizdan keyin qildik, endi foydasi bo'lgan yo'q. Nimalar qildinglar? O'ylanib ko'r, o'g'izda endi jamoalamadik, biroq endi o'ylanib ko'r. Mana o'toq, qara, mana dadangga qara. Uylandi, san tug'ilding. Kerakmi shu senga? Juda ham yomon misol menimcha. Bir zat aytdim, brat, Mojito boradi, qarab turganda ishib qo'ymasin. Слишком дорого, 70 тысяч, блин. 70 ming so'mga Mojito oldi. Yo, eng yomoni hozir men bitta tez-tez qisqa qilsa ketsam deb turibdi, chunki muz erib ketadi, bemaza bo'lib qoladi-da, Da. Aytdim, shu yoqqa olib kelib bersinmi? Yo'q, turaversin. Yo'q, tur, joy band qilib turadi. Da. Kim bilan keldingiz, bir o'zingizmi? Bir o'zim keldim. Ikki kishi kelsangiz, Mojitoga qarab turardi, kimdir. Yoningizdagilar nima ichyapti? So'ng eslatishmayapti-da, so'g'o. Okey. Mojito yoqdimi? Ava, yaxshi-ku. 70 mingga любой narsa yoqadi-ku. Oda, majburiy. O'zgina o'zingizni ko'ndirasiz, o'zi shunday bo'lish kerak menimcha. O'zingiz nima, yolg'izmisiz? Sevganingiz yo'qmi o'zingizni? Yo'q, o'kinishga o'ray. Yo'q, hozir. Banker qizning nechini olib berasiz? Yo'q. Motivatsiya deysiz-da. Да, конечно. O qiz sohamni o'zgartirmoqchiman dedi. Hayotim nima? Как раз vakansiya bor. Da, как раз vakansiya. Dokument kontroller kerak bizlarga. Lekin bitta minusi bor. Oyligingizni o'zi sug'urib oladi sizdan. Bo'ladi. Bo'ladi-da, tayyorsiz unga. Ofitsialniy oyligim ozda men. Tayyor bo'lib kelgan. Zarnigor sayohatlarga qanaqa qaraysiz? Yaxshi ko'rarkan sayohatlarni.
Bo'ldi bir marta ebe. Ya. Unisi merimi, bunisi nima edi anu boyagi narsa qilganimiz? Bizda merimi qilmaydi, olib qochadi bu yerda. Ha, sizlar o'qis. Tak, stop. Men bunga aralashmayman. Zarnigor, shou oz qoldi. Siz chiqib ketavering. Ya, уже поздно, брат. Уже поздно, bu boshqa qizmi уже? Almashtirib qo'ydinglarmi? Yo'q. Gaplashildi hammasida. Ha, уже поздно, уже men qalbini o'g'irlab oldim dedi. Okey, demak siz Toshkentga mani deb kelib, Bir o'q bilan ikki quyon deymizlarda, ana shunday. menga ikkinchi quyon bilan yonma-yon turganim yoqmayapti. Juda ham har xil quyonmizda. Okey, demak oyning oxiri yaxshi o'tyapti sizda. Da, hozir shunday bo'lib qoldi birdan. Shu paytgacha siz sevgi izhor qilganingizda ignor qilgan hamma qizlarga nima deysiz mana shu kameraga? O'g'izning o'zi yo'q-da. Ha, o'zi yo'q. Yo'q. Sizda hech kimga izhor qilmay bugun ana shu qiz. No, 26 yil ichida. Yo'q, serios. O't qarang, 26 yil birorta Maktab vaqtida bo'lgan, endi maktab vaqtida shkola. Ne, u nechada aytsa? Просто jurnalda ketma-ket turganinglar uchun. Da. To'g'risi-da, uni bo'lmasa keling bog'chani ham eslaylik. Просто garchi yaqin O shart emas, sevaman deb. Uni eslam yo'q qo'y. O g'alati-da. Ota, men qarang 26 yilda, 26 yoshda bo'lib, вот hozir qayerga kelib biror marta sevmaganman deydi. Такой, jiz. Kollektor, как раз men vijdonsiz qidirib yurdim. Qarang, yana nima uchun yomon o'tdi deyapsiz? Og'ayningiz yo'q, uylandi. Так, неожиданно повышение bo'ldi. Men tayyor emas edim, bu. Direktor bo'ldingizmi? No, не директор, проект менеджер bo'ldim. O, неожиданно bo'lgan bo'lsa qamalasiz. Bu opasna. Boshliq xursand bo'lib sizni qo'ygan bo'lsa, krishka meniki, meniki. Tabriklayman Arzabek, endi bu siz joyingizda qo'y. O endi ularning plan bilmayman, o'zime kutilmagan bo'ldi-da endi. Siz такой повышениyadan keyin endi Arzabek uylansang ham bo'la. Nima, hozir Toshkentga boramiz, o'sha yerda chiroyli qizlar ko'p. Повышение nima beradi sizga? Ответственность, javobgarchilik, Uni aytdim yuqori oylik ko'tariladi, qiziq jeri. Bu qiziq joyi shu, zo'r. Yaxshi joyi shu. Qanchagacha ko'tariladi oyligingiz? 3x desak bo'ladi. 3x? Da. Nechun sizga oldin nima qarzga to'lasharmidi? 3x. Volontyor bo'lib istedim-da deb. Men просто ishlarni yaxshi ko'raman, maylimi ishlasam. 3x bu. Nech pul olgan bo'lsa ham 3x juda ham ko'p-ku. Boshlig'iz 30 ga ketmadimi? Ketdi-da, so'g'o. Aytamizmi? Ya, bilib turibman уже. Nima quryapsizlar o'zi? Nima quryapsizlar? Veterinoy elektrostansiya bo'ladi, unday shamol elektrostansiyasi. Серьезный narsa quryapsizlar. Farrak alanadi-yu. Siz ham shu darajada bilasiz uni? Sizlarga как tushunukli bo'lsin deb. Arzibek, sen menejersan endi. Shamol, generator. Farrak alanadi-ku. Ana shunga menejersan. Oyligim qanchasi? 3x. Nova? Qanchadan beri ishlaysiz yerda? Bu общий ол sferada уже как 4 yil bo'ldi-ku. 4 yil oldin bizda yo'q edi ham o'zi. Demak, borligidan boshlab siz borsiz. Endi odan oldin boshqa solnechный panel quratan edik. Sizni ishingiz чисто tabiatni majburlab ishlatish. Da, maksimalni-da. Maksimalni. Quyoshmi? Tok qilsin. Shamolmi? Bu ham tok qilsin. Havodan ham qilyapmiz endi. Men bu qiz kollektorman, bu ham tok qiladi bizga. Kimlar bilan keldingiz? Balki o'sha yerda nimadir problemli bo'lgandir. Eng qiziq jeri sol Nukusdan binesan qo'y poyezdga. Где-то Buxoroga дейін vagonda 2 odam bo'lib keldik, biri qiz bola edi. Ол өмірім bo'yi bo'lmagan voqeada u qiz bolaмен түсу deganda. Shu kun lotereya o'ynamayman, bundan ko'ray. Men ол kunga tayyorlanib yuratinim-da endi как. Nafsiga bo'lib qolsa deb, tipa, ne deydi? Poyezdga berетін so'rovlar bo'ladi, tipa. Ne, bilet olayotgan paytda odam orzu qiladi-ku, ozgina. Niyat qilib olamiz-da shunday kez. Kupedami? Kupeda, kupeda. Okey, xo'sh. Xulasa Nukusdan mindik, u mingandan uxladi. Где-то
5 saat kuttum oyanуын деп қарап отырдым деп. Ya oydu emesdi. Mana bunday turib olgan. Проводник Buxorogacha keldingiz. Ava. Anavi qizim ketsa turardim. Buxorogacha uxladi. Ya şu 5 saat kutgan bo'lsam turdi. Где-то ол 4 kun 4 kun o'zi qalbaqsana chiqmadik ele. Bunday sizga bir qarab ten uxladimi? Ya turdi. Endi ол аш bo'lgancha majburiy turdim, tura sal ovqat yedi. Bo'lmasa turmaydim edi. Birinchi nima dedingiz uyg'onganda? Ovqat yeyotgan ko'rib, as bo'lsin dedim, приятного аппетита. Yo'q, uyg'onganida yonida emasmidingiz? Yo'q, chiqib ketdim. Shunaqa важный moment o'tkazib yubordingizmi? Qaqdan bilgan. Qiziq Qiziq jeri oldinda ғой, bratан eli. O'zar. Сөйлесіп танысамыз, короче. Poyezda aytib beradi. Endi qiz kichkanta ekan, adyur. Kichkina necha yosh? Mendan 6 yosh kichkanta ekan. 20 yosh. Siz просто kattasiz. Da. To'g'risi. Можно. Сол сөйлесіп келдік, айтып танысып не қылып сөйлесіп. Мен ойладым, как не дейді, бір ұнат, что-то нормальный қыз ғой, но мен алу керек па деп не типа. И қызық жерін айтайын дейші, Бұхара келдік. Бұхара тоқтайды, 40 минутта тоқтайды. Мен сыртқа шықтым, типа деп біреулермен сөйлесіп, анау зат алып, қызға да бір комплимент болсын деп. Расымдарын ташап, үйдегілерге тайyor болып тұрыңыз, что-то ish pishyapti. Обратно қайту мүмкін деп па? O'rtoqlarga telefon qilib, bir o'zing qolasan, o'rtoq. Mana серьезно, boy qiz uyg'ondi. Короче, Бұхараға түсіп, анау зат алдым, шоколад, типа, комплимент деп беремен деп. И шықсам жоқ жаңа қыз. Bitti o'zi turibdi shokolad bilan. Qarasam, екі взрослый мужик minген, уже. Да, үшіншісі де келген, жаңа қыздың орнында уже мен где-то бір 20 минутта кіріп қалдым. Өзімнің ошибкамды ғой енді ол. Ол қыз, оказывается, алмасып кеткен басқа біреумен, типа мужик қойып кетті, ой, как неудобно маған деп, не? И сіз қолыңызда шоколад bilan купе. Я жаңа алмасқан баладан сұрадым ғой, брат, орның қақта еді, жаққа кетеді, няқы кетті деді. Ояққа барсам, ояқта жоқ. Ол айтты деді, няқы кетті деді. Ояққа барсам, ояқта жоқ. Balki u aytgan. Переадресация болып кете берді, жоқ та ол қыз. Yo'q, balki aytgandir Provodnik Arzibek kelsa meni yo'q deb o'ylaydi. Брат, енді yaxshi. Не, balki bo'lishi mumkin-ku. Сол қызды іздеп отпан енді азыр. A nima bo'lmasa Zarnigordan gap boshladingiz? Yaxshi, u қайта айтып қойдың деп па? Так, o'xshab turgan ish ham da. Endi екі variant bo'la керек қой, любой время deydi. Men nimagadir tushunyapman, bu bola nimaga hali ham uylanmagan. Okey. Qaysi biridan ko'proq afsusdasiz? Shu voqea bo'lganidanmi yo shu voqeani hozir aytib berganingizdanmi? Расын айтсам, сол болғаннан, сол поездда сондай случай болған. Да, chunki qalbingiz bir bo'ldi. Да, бір дызыт етпеді ма дедім ғой, типа сол дызыт етіп өтсе көзде бір. Xotirjam yashab kelyapti-deysiz da. 25 жыл дегенде бір еді. Shokolad mı bo'ldi? Indira boyadan bir boyak shokolad nima bo'ldi ekan, ha? Nima bo'ldi boyak shokolad? Arzibek, qizni qo'y. Shokolad nima bo'ldi? Ha, mujiklardan bittasi konyak chiqardi, bo'ldi. Так и есть, бля. Енді мен қалай ол жылап отырып шоколад жемейсің ғой енді. Ішіп отып шығарды, мужики, закуска. И такой, uchinchi rюмкадан keyin, раз уж такая пьянка пошла, mujiki, men bu gulam sizlarga. Arzibek, katta rahmat sizga, olqishlab qo'yamiz. Arzibek? Серьезно? Siz nima o'tirib shu yoqda? Arzibek kim taniydi? Keling, siz bilan gaplashaylik. O'tgan gal xayr shouda Arzibek kelib, poyezdda bitta qiz bilan tanisha olmay qolganini gapirib berdi. Bu gal ham xayr deb keldingizmi Qoraqalpog'istondan? Ne qilib keldingiz deysiz? Qoraqalpog'istondan xayrni deb keldingizmi bu gal? Yo'q. Жұмысым o'zgardi az Toshkentga. So'dan keyin. Qanday, direktor deysiz-ku? Arzibek qurilish kompaniyasida Toshkentda istayotgan ғой.
Direktorlar Toshkentda ishlaydi ekan-ku. Da. Nima ish qilyapsiz hozir? Пока endi boshlaymiz hozir. Shu birinchi ertangdan boshlab, birinchi kundan boshlab. Direktorlar endi boshlaydi-ku ishni. Qanaqa o'zgardi? Siz uydagilar bilan ko'rdingizmi shuni? Ko'rdik. Nima bo'ldi? Ko'p zat bo'lib ketdi hali как. Endi o'kis kichkantay-ku. Sharmanda qilding, Maxitoni gapirib dedilar. Yo'q, qaytadigan. Maxito ambasadorimiz bo'lasizmi deb chiqdi даже. Серьезно? Конечно. U yoqda ham 1,5 oy shouda qatnashib, yutsangiz ambasador bo'lasizmi? Yo'q, прямо o'zim ko'rsatsam. Mana, сразу. Да. Как не deydi? Ko'p жоғалған ағайын туысқаларым тоғдым стендапты көріп, маған жазды. Арзыбек, қалай деп. Жоғалған классташларым, группарашларым бәрін тоғдым. Sinfdoshlaringizni topdingiz. Sinfdosh hammasi. Bugundan boshlab ko'rsatuvimizning nomi boshqa. Birga tanishdik. Mehr ko'zda. Mehr ko'zda, da. Arzibek Qoraqalpog'istonda tug'ilgan. Agarda siz bu yigitni tanigan bo'lsangiz, qayerga yozsin? Yo, hammasi topilib bo'ldi. Kontakt qo'yib ketaman endi. O'tganda qiz unaqa deganda o'zi chiqmaydi, uni kimdir qo'yish kerak, bilish kerak-ku. Siz o'ylaysanmi ko'rsatuvda mana bunga yozing, o'zi paydo bo'ladimi? Aytaman qo'y endi. Aytasiz, bo'ldi, kelishdik. O'tganda poyezdda qizim izlagan topolman qo'y endi, kontakt yo'q. Keyin borib toza aytib. Xullas, ozgina kontekst, o'tgan safar xayr shouga kelish paytida poyezdda bitta qiz bilan tanishib qolgan, borib gul olib chiqaman desa, qiz yo'q. Shokolad bilan gulni poyezddagi 4 erkakka berib, konyak bilan yo'q qorishgan. Lekin qalbni o'g'irlab ketdi ana o qiz. Qaytarib berib ketdi keyin. Topildimi yo'qmi qiz? Qiz topildi. Qanday topildi? Короче, сол выпуск chiqdi ғой. Xayr. Балалар көрген, bir таныс братан көрген, сондай бір как будто Интерполда істеген ба білмеймін енді. Қыздың атын айт деді, сразу табаман деді. Интерпол shu bilan bandmi? Endi bilmayman qayerda istegen, короче. Xalqaro jinoyatchilik va kelin xizmatlari. Qizning атын ayt, сразу табаман dеді, басқадан керек емес dеді. Просто ismini aytsang bo'ldi. Атын ayt болды dеді, атын aytdin, topib berdi. Nima Mirshakar ismi uni сразу topiladi bitta ismdan. Yo'q, qiz bolaning ismidan topish qiyin-ku. Ismi nima? Ayta olmayman endi. Bu qiz yo'q endi. Bu ham to'g'ri lekin. Ras ismidan topsa bo'ladi degan. Saqlay berek, как qiz topildi, men, короче, odan burun topib qo'ydim negizі. Сонда да, может, басқаша вариант topib berer deb, типа, басқаша не deydi? Xabar ma ne deydi? Короче, o qizga sirg'a taqib qo'ygan ekan, sirg'a taqib qo'ygan degan unashtirilgan. Siz uydagilaringiz emas, ular, u siz uydagilaringiz emas, boshqalar ular. Yo'q, boshqacha bu. Men o'yladim sizga syurpriz qilib, Arzibek o'g'lim. Mash qizmidi? Band ekan demak qiz. Bandi. Sen ekan. Anu mujiklar shokoladni to'g'ri yebdi bo'lmasam, ha? Saya olmadi dedi. Ya, endi izi bor qo'y endi. Xo'sh. Xayr chiqadi, ko'radi. Men bize nöks kentay. Misal үшін біреу Qoraqalpog'istonda men chiqib сөйлесем, көп адам көреді, таныстар жібереді айтып. Жаңағыдай бір қыз кенжек айтып шыққан мен туралы сондай бала бар екен деп подружкасына реклама қылып рилс түсірген да. Мені типа сондай жұмыс істейді, 3x айлық алады, анау деп мақтаған. Сөйтіп рекке шығып кетеді ол видео. Көрдім мана мұны. Көрдіңіз ба? Xayr shouны qo'yib qo'yganda mana normalniy bola mana shunga kimgadir gapirgan videosi. Keyin Direct keyin massive ataka ketdi qizlardan. Ay, massive atak. Men Instagram sizni bloklagan. Aytma, o'g'lan bo'ldi. Men, короче, o'g'lan tayyor emas edim. Qanaqa bo'ldim, ishxonada o'tirib. Basta deb qonib o'qitirasan deb ko'zim quvonib, keyin уже как, ne var deb. Уже degan sekin ko'tarib ketdi. Жазады qizlar. Бірақ серьезно намерение жоқ, бір действие жоқ qizlarda. Sizni o'ynab tashab ketdi. Da, mahrga nima so'rayapsiz? Kelsemiz ғой, do'g'ri bo'ladi ғой. Ya, sizga jiddiy munosabatda bo'lmayotgani yoqmayapti, ha? O'ynab tashab ketmoqchisizmi, ha? Men как Серьезно maqsad var qiz, жазады, сондай встреча belgilaydi сразу. Uydagilarni yuborsin. Конечно. Deysiz qiladi deyman da. Da. Men vaqtim yo'q bunday. Da, band odamsiz. Yoqtirdingmi, o'g'irlab ket. Da, endi o'rlamay qo'ysa, endi ko'rik bir keyin ko'ramiz dars. Da.
Sizni qalbingizga tegyapti bu, ha, hozir. Men ham birovning inisi, men birovning og'asiman. Rost endi o'zi. Rostdan, da, to'g'ri, ya. Ne maqsadlar men o'stirdim men ham. Mana sizlarning ukalaringga qizlar shuni yozaversa yoqadimi? Avvalo. Ya? Yoqmaydi qanish. Yana nima o'zgarishlar bo'ldi hayotingizda keyin? O'zgarish sol, ne deydi? Uyetga qaytdim sodan keyin. Hamma joyda ko'rib quvonib, tanilmaydigan odam ham ne qildi ja? Qiz tug'dingmi, anov bunov deb. Butun Qoraqalpog'iston sizga qiz qidiryapti. Men taniyman, qiziq emas. Qalay demeydi, sразу ne qilding, qiz tug'dingmi deydi. Просто ketayotgan Arzibek. Sinfdoshim. Да, такое тоже было, да. Arzibek, men qalayman. Endi onday bo'lgan yo'q, biroq. Ну, Instagramda yozishdi deysiz. Просто rasmlar kelishni boshladim men. Qaningdek. Основной endi qizlar o'zi emas, endi bizning qizlar ibelsi bor, nazi bor. Jengellar yozadi, mamashkilar yozadi. Men qizim birinchi yerda o'qiydi. O'sh tunab qolar deb ko'ring deydi. Ya endi ular ezgu niyatda yozgan. Yaxshi niyatda yozgansiz. Endi siz noz qilyapsiz, endi to'g'ri. Tam erkak bor. Endi birdan urushib ketmayman ku, asten deb ne ustab, balans ustab. Конечно, yigiti bor, nozi bor-da. To'g'ri-da. Bir davringiz kelib qolibdi, nozlaning. Da, конечно. Keyin yana nasib qilammi, yo'qmi? Tak, bo'lmaydimi o'zi? Toshkentda ishlayapsizmi hozir endi? Kecha keldim. Aha. Samolyotda keldim. Men o'zi poyezdda udachi kelmaydigini bildim. Uydagilar Arzibek, biz pul yig'ib qo'ydik, sen samolyotda keta qolgan. Poyezd opasniy ekan senga. Ya o'zi poyezdda kelgan umid qaytib kelmaydi-da, o'zi men bildim-da uni. Aha. Bu umrda birga dema bilmayman qo'yin. Samolyotda ko'rdim, riskovet etib. Sal qoldi, biroq cho'chib qoldi. Nima bo'ldi samolyotda? Jo'ram men bildim qo'yin. Aha. Jo'ram oldin qatorga tushdi, 4 qator, qasında 3 qiz tushdi uni. Men 4 qator, 4-oyda balada, biroq taqdir tagoy. Sal qolib yotdim. Poyezdda omadliroq edi. Da. O bola eshi uylangan bechora, uysat qolmasa. Zakon polisi deyman edi. Almashib olaylik demandingizmi? Aytdim, men bo'lam bar ishni tip qo'ygan ekan, o zatda uylansa-da. Xullas, Instagram sal tinchib qolgan bo'lsa, qizlar Arzibek endi Toshkentda murojaat qilaverasizlar Toshkent City'ga. Bu yerga reklamani bosamiz. Bu yerga Arzibekka murojaat qilaverasizlar Toshkent City'ga murojaat qilavering. Shaharda bir o'zingizmisiz hozir endi? O'zim, bir o'zi hozir shaharda. Da. Sizga qayerga yozishdi? Instagram qanaqa akkauntda yozishdi sizga? Akkaunt bo'lganda. Sambeska qildik-ku, xayr shonmen. Ana Maxito turaldi Reels'da. Siz bilan soavtorствоda qo'yganmiz ama. Soavtorство qo'ydik. Ничего себе siz. Siz uylanib ketasiz. Yo uylanib ketasiz, yo uylanib ketasiz, yo buzilib ketasiz. So birinchisi bola qo'ysin deyapman endi, so'dan keyin. Ikkinchisi bo'ladiganga o'xshayapti. Ustav jipman пока что. Okey, bo'lmasam qaranglar. Sizga omad. Bo'ldimi? Davolashamizmi? Da, bo'ldi, xayrlashamiz endi siz bilan. Hayotingiz yana kattaroq o'zgarganda yana bir keling. To'yingiz bo'layotganda bir yozing bizga ham. Xudo qalasa обязательно. Da. Endi biz ham bir xabardor bo'laylik deyapmiz, boramiz, men bilmayman. To'g'risida boshqa safar boshqa bilet. Sizga katta rahmat Arzibek, olqishlab qo'yamiz. Rahmat sizga.